Assalomu alaykum musofir yurtlarda yurgan vatandoshlar. Moskva Toshkent Moskva yo'nalishlari bo'yicha komfortabilniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarda xudo xolasa mana ikkinchi posадка jarayoni bo'lib o'tmoqda. Aziz yurtdoshlar, ekranlarga ishonch nomerlarini qo'yib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana aziz yurtdoshlarimiz hammasi pasportlarini hamda biletlarini ko'rsatmoqda. Tekshiruv jarayoni boshlandi. Posадка jarayoni. Moskva Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlar ham через Moskva bemalol ketsanglar bo'laveradi aziz yurtdoshlar. Mana hamma qo'lida biletlari bilan bo'ladi. Akalar biletinglar bilan pasportinglarni ko'rsatib qo'yinglar mana hamma как положено biletlari bilan chiqib ketyapti. Mana Moskva Toshkent Moskva. Biletlarni ko'rsatib qo'yamiz. Qalay aka, yaxshimi? Hamma yo'q qonuniy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi bo'linglar.